siz o'zingizda nima his qildingiz? Shu men bilan o'sha muolajada siz o'zingizda nima his qildingiz? Boshida og'riq juda kuchli edi, juda qo'rqayotgandim, nogiron bo'lib qolaman deb. Hozir yurganimda energiya kuchli edi, hozir gapirishga yig'laveraman to'g'risi. Boyatdan beri hayajondaman to'g'risi. Hozir yurayotganim oyog'imdagi juda kuchli energiya to'plandi menda. Boya oyog'imni ololmayotgandim, hozir mazza qilib o'ynayapti oyog'im. Ta'riflashga til ojiz bo'ldi to'g'risi. Necha minut bo'ldi shu unaqa qilganingizda? 10 minut ham ketmadi to'g'risi aytsam. 10 minut ham ketmadi. Lekin kimlardir shu unaqada muolajani masalan 3 kun, 4 kun cho'zadi va shuni muolajasini oxiriga yetkazolmaydi. Va nina yaqinaqadir obezboливающийlar qilib uni jo'nataveradi uyga. To'g'ri, shunaqa ko'p noto'g'ri muolajalar bo'ldi. Eshitdim, shunaqa qilish kerak, bunaqa qilish kerak degan noto'g'ri gaplar bo'ldi. Endi odam fikri hammani o'zining har xil bo'ladi. Endi nogiron bo'lib qolamanmi degan narsa faqat miyamda aylanib qolgancha ayam to'xta, mana shu yoqqa boramiz, shu eshitdim shunaqa joy bor ekan degani keldi, ikkilanib to'g'risi. Hozir sizdan o'tkazgan narsangizdan keyin men ishonch hosil qildim. Men nogiron bo'lmas ekanman, yana energiya o'zimga qaytdi. Men buni hammasi suyaklarini joyiga terib, o'zini holatiga qaytarib qo'ydim. Mana endi yaxshi yurib ketdi, xudo xohlasa. O'tirib turing qani. Xo'p. Ko'tarolmayotgandim. Engashing. Xo'p. Yerga tegadi. Shunaqa bo'lmayotgandi. Hozir aytib berishga til ojizda to'g'risi zo'r bo'ldi.